Assalomu alaykum hammaga. Demak, yana men marafonga tayyorlanayotgan bola. Demak, bugun adashmasam 25 yo 30-kun bo'lsa kerak. Ha. Yo undan ko'proq marafonga tayyorlanayotganimning bugun ham o'rtacha shu 4,5-4,6 kilometr yugurib bo'ldim. Va oson bo'lmadi, chunki kunduz kuni chiqishni maslahat bermayman hech kimga yugurish uchun. Eng yaxshi vaqt bu ertalab quyosh chiqmaguncha va quyosh botayotgan vaqt ekan. Xo'sh, xulosalar bir oy davomida yugurib inson tanasini yaxshiroq tushunishga harakat qiladi va tushunadi. Demak, men nimani tushundim? Aniq bir foizdagi kuchni ishlatsak qorin og'rimay qoladi. Menda bu yo 30% yo 40% kuchim tezlikda. Shunday hammada har xil. Har bir inson individual tarzda o'zining tezligini belgilash kerak va shu bilan katta marafonni kichkina o'rtacha tezligidan sal pastroq tezlikda bosib o'tishi kerak. Marafon bu sprint emas, bor kuchni sarflashning foydasi yo'q. 300 metrda joningiz chiqib qoladi. Shunaqa gaplar. Like bosing, obuna bo'ling, kommentariy yozing. Shunday. Xayr. Aytgancha eng qiziqarlisi shundaki, yugurishimni hisoblaydigan dasturni bosish esdan chiqibdi. Bugun oxirida screenshotsiz bo'ladi. Shunaqa gaplar. Hammaga omad. Shunday.